Hozir Murodjonni fermasiga keldik. Bitta ish qilaylik dedik. Mana fermangizga hali kirganimiz yo'q. Yo'q. Qani xato kamchiliklaringizni, balki yutuqlaringizni aytib o'tamiz. Bo'ldi. Ketdi qani. Bu yerda qani nima uchun baxya? Chorvangiz uchun yem tayyorlashda ko'p vaqt sarflayapsizmi? Unga biz yechimni topib qo'ydik. Bunda sizga Chus Master yordamga keladi. Bu drabilkamizda ho'l quruq hashaklaringizni 1 sm dan 10 sm maydalash mumkin. Makka bug'doy arpalaringizni yem holatda keltirish mumkin. Dastavkalarimiz butun O'zbekiston bo'yicha xonadoningizgacha yetkazib beramiz. Mutlaq tekin. Mahsulotimiz qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa chiqishingiz mumkin. Ko'paytirish uchun? Ko'paytirish uchun. Ha, ko'paytirish uchun naslchilik. Naslchilik bilan shug'ullanyapsiz. Harakat Qani qilyapsiz. bu obunachilarimga ham qiziqda, qani tabiiy qana chiqargan. Bu nima bu? Boshpoya. Bu boshpoya ekan. Zo'r narsa. Bu proteini o'ta ko'p. Yog'i ham yaxshi o'ziga yarasha, semirtirishiga zo'r. Agar bu silos. Aralashtirasizmi ikkovini? Buni drabilkada maydalab aralashtirib beramiz. Somonchi. Somon ham beramiz. U yerda maydalaydigan drabilkamiz bor. Buni uchovini hammasini bittaga berasizmi? Bo'lmasa, mana yo'lda bo'yida Chus Master degan drabilka chiqaradigan joy bor. Ana shu yerdan bitta mishalka olib oling. Zakaz berib, qani oching. Biza nomerini beraman, ukamizni nomerini. Yuring. Mishalka shuning uchun kerakda bu, mashlarni almashtirgan. Albatta. Ha, xo'sh, qani? Mashalloh, tabarakalloh. Bu qo'ylar semirtirib yuboribsiz-ku. Semiryapti. O'zi hammasi o'sha qaylik qilinganda. Qo'yni semirtirib yuborganda. Yaxshi emasmi? Yo'q, yaxshi bas, yaxshi. Endi baribir, lekin bu talaga chiqadimi? Yo'q, chiqmaydi. O'sha orqada ham joyimiz bor, aylanib yuradi. Bu semiz qo'y tug'ishi oson bo'ladi. Sababi kichkina tug'adi-da. Kichkina tug'adi, keyin tez baqib yuboradi. Bu bir. Lekin mana bu bug'doy berasizmi bularga? Ozgina beramiz. Bug'doy bersangiz, bu semiz qo'yni bolasi ertaga oyog'imdek bo'lib qoladi. Haligi qiyshayib ketadi. Raxit, gidirmaq deydi, haligi ko'pchilik gidirmaq bo'lib qoladi. Shunisi bor. Shuning uchun haligi o'zini xotida yursa yaxshi. Buni yemishni nima berish kerak? Ratsion. Hozir qani kim qaraydi? O'zingiz qaraysizmi? Tog'amiz qaraydilar. Qani nima qanaqa yem berasiz buni? Hozir yuringda, qo'yni oldiga boraylik-da, bitta tabiiy. Ha, joy salqin ekan birinchi navbatda. Yaxshi. Iloji boricha kengaytirib qo'ydik. O'sha o'rtada og'il bor. Mana shu yomg'irda nimadir kirib yotsa, u tarafdan eshigi bor. Orqada ham katta plashatkasi bor, bemalol aylanib yuradi. Xo'p, bu yerda hozir nechta qo'y bor? Xo'p, tug'adigani o'sha 180 200 taga yaqin. 200 taga, точно 200 ta. 200 tadan bu holatingizda siz 160 ta qo'zi olasiz. Misolda, baribir 15-20% tug'may qoladi. Bolasini obid bo'ladi, 160 ta qo'zi olasiz. Xo'p, 200 ta qo'yingizni rasxodi qanaqa bo'lyapti bir kuniga? Yo'q, rasxodini hisoblamasdik. Chunki endi o'sha kuni siz bundan oldin kelganingizdan keyin hisobladik, shunaqa ekan ko'proq. Necha pul rasxod qilar ekan? 200 mingga borar ekan. Bir kunligi. Yo'q, o'sha bir oyligi, bir donasiga. Bir donasiga. Demak, kuniga 7000, 6500 rasxod qilyapsiz. Bu rasxod ko'p. Bunga ko'p, to'g'risida bu nimasi bo'ladi? Siz endi ishchi puli hamma yo'qni hisoblagansiz. Albatta. Bu rasxod. Shuning uchun qo'ylar semizda semirib ketib qolgan. Xo'p, 12 oyda necha pul bo'ladi? 2.200.000 rasxod bo'ladimi? 2.200.000 rasxod bo'ladi. 6 oyda tug'sa, 4 oyda bolasi necha pullik bo'ladi buni? O'rtacha 3 million, 3,5 million bo'ladi. Demak, $100 foyda qoladi ekan, xolos, bitta qo'ydan, to'g'rimi? Ana, sizga hisob-kitobda endi. Endi bu yerda endi bitta ish qilasiz. 200 ta bas, 100 ta naslli hisor qo'ylarimiz bor-ku o'zimizda, masalan, zot uchun olib yoki arashan qo'chqor. Misolda arashan qo'chqorlarni ham mana liniyaliklarini arzonroq beradi. Misolda $1000, $1,500 topsangiz bo'ladi. O'shalar bilan qo'shtirib yo bo'lmasa kashtan hisor qo'chqorni ham zo'rini olib nasl bilan shug'ullansangiz, uni bolasini qimmatroq sotasiz. O'zingiz ham sotgingiz kelmay qoladi uni ertaga bolasini. Sizga maslahatim o'shnaqa yo'nalishda baqing. To'g'risida. Endi hozir buni siz dalaga olib chiqmay baqayotgandan keyin yaxshiroq qo'y olib, mana bu yoqda bor ekan-ku bu qo'ylaringiz. Yuring, ko'ring. Qo'ylarimiz bor. Bu yaxshi qo'chqor qo'yishibsiz-ku mana. Bu arashan qo'chqor shekilli bu, ha? Uncha dadam ko'proq olishadi. Chunki biz ish bilan band bo'lib ko'chada ko'p yuramiz. Mana va shu ishni qilibsiz mana.
lekin qo'ylaringiz bularni qoni kuchli, ular yengolmaydi. Bu qoni kuchli qo'y bu qo'ydi. Men zo'r qo'chqoringiz arashan qo'shganingiz bilan ham o'ziga o'sha tug'averadi. Bunaqali arashandaqa tug'ib bermaydi. Nimaga buni qoni kuchli, buni yengish kuchli genetikasi. Shuning uchun sizga endi maslahat yoki mana bu hozir mana Namanganga hali ukalar Qirg'izistondan olib o'tishyapti, Qirg'iziston sovliqlarini. 6,5 million, 7 million sotyapti ochiqida. Sariq qo'ylarni, staroporodniy qo'ylarni. Asli sariq qo'ylardan olib kelsangiz ham bo'ladi. Bu tashqariga olib chiqmaganingizdan keyin sherda boqsangiz, shu bilan endi bir 2 yil, 3 yil mehnat qilasiz, yaxshilab olasiz-da. Undan chiqqan irg'och qo'yni sotmaysiz, ushlab turaverasiz. Shu holatda baxtsiz bo'ladi. Kasal bo'lishi, qanaqa kasallar uchrayapti uyingizda? Buni hozir o'sha qandaydir tanasida o'sha suvga o'xshagan narsa chiqib qoldi. Chechak. Chechak. Har 6 oyda bir chechakka qilish kerak o'zi. Men 6 oyda bir qildiraman, endi bilmayman, 1 yilda bir qildiradi ko'pchilik. 6 oyda bir endi hech narsa sababsiz rosa kessa bu qo'yingizga ochig'ini aytganda bitta qo'zingizni ham puli bas vaksinasi. Bir qator qilib qo'ysangiz, shu bilan ko'nglingiz to'q yuradi. Keyin 3-4 ta qo'yimizni ko'zi ham bitta ko'rmay qolibdi. Ko'zi ko'rmay qolyapti. Bu oqsil kasal deydi, yashur deydi. Shuni bir turlari, uni 77 xil, har xil nimada keladi. Biri oyoq og'riydi, biri ko'zi og'riydi, birini tumshug'i ishib ketadi, hali yara bo'lib. Har xil nimada keladi-da, u tuzilishda keladi. Uni nimasi asoratlari va shu ko'z og'rib qolishi. Keyin tez ko'z shamollab qolaveradi. Uning uchun unga ham emlamalarni qilish kerak. Emlamalar qilish kerak. Hammasiga o'sha bitta vet doktor olib kelib, hammasini aylanib qilish kerak ekan, vaksinani qilish kerak. Albatta, 1 yilda 2 marta albatta osteofasiloz deydi, xonadonda bo'ladi. Yurakda suv to'planishi u bir azot. Osteri bor, haligi u ham suv qora o'pka degan deydi, o'pkasini urib tashlaydi, o'pka bilan yuradi. Ularga ham vaksinalari bor, qilish kerak. Endi qo'ldan kelgancha o'zim yo'lga tushirib beraman bitta. Xudo xolasa endi bir sartaroshga qilamiz. Sartaroshga qilib beraman, boringizga.